Neyim bo'ldi? Bek qarang'ishda o'tdim go. Neyim bo'ldi? Mushumi so'raydigan savolmi? Butur ko'klashib, ishkimizni qo'g'oz o'chib qapti-ku. Men shu Bo'ldi demayli qo'y. Gaplarimga uchurlarimga gap qaytarmasang mayli. Meni fuyan qilsangmi ish gap yo'q to'g'ri Ammo qo'g'oni uzib qo'ysam men sen nafaslarni uzitma uqdingmi? Ichirib qolgan giri qalg'ash. men bir ikki qiz bilan tanishib qolgan. Shu ikkisinikini uzib qo'ymay deb seninkini unutib qoptiman. Vatav! Uyalmadan qo'qotiq dimchikan tutbidek tuxum. Meni suymasib qolding shundami? Shishanganlar yo'q edi shundami? Kechilar qo'qon tashmay uxlaydigan bo'lib olding shundami? Men nimishqa bir erkish bilan xo'qva shuli qilgidekmi? Ya nomussiz, qo'qo degan ikkimizning muhabbatining isboti, muhabbatining kalendari, muhabbatimizga tuqqan pozitsiya bo'ladi. Acaba sen ushbu güzel romantiklik his-tuyg'ular sen uchun hech gap emasmi? Mening muhabbatim faqat puli bor ayollarga mansub. Ayollarga. Puli bor. Ha? Ayollarga? Ma'qul. Yandagi ismning qadri yo'q deb, men g'o'ljiga kelishgan yigit g'o'ljiga pongyanning qadrini qilmayotsan ku sen. Qarabdi, mang'imi necha mumkin qo'g'o shuli qilganlar chiqdi. Isi senga qilgan, men qimmat baliq pak so'ygunim. Xat, ikkinchi ko'zim ko'ringan uchunman.